boshida meni onam sag'ir bo'lgan ekan. Unda meditsinamiz uncha rivojlanmagan edi. Sag'ir bo'lganini bilmaganmiz. Keyin o'zimiz farzandlar bo'lganimizdan keyin onamdagi simptomlarini o'ylab, demak biz onamiz sag'ir bo'lgan ekan deganmiz, ozib ketgan. Keyin unaqa tushkun kayfiyat, bu narsalarga, mehnatlarga unaqa nima masala chaqqon ayol edi, qilgisi kelmay, hayotga qiziqishlari so'nib borgan bo'lgan. Uni biz o'zimiz bo'lmagunimizcha sezmaganmiz. Masalan, meni ikkita akam, ikkita opam sag'ir bo'lgan. Ularni asha sag'ir bo'lib yurgan mahallarida keyin meniki o'zimda shuncha chanqab ana bo'lsam doktorga borib analiz topshirar edim. Sag'ir bo'lib qoldimmi keyin degan o'y meni anaqa qilar edi. Keyin o'rtog'im sag'irni diabet bo'yicha vrach, Azazimjonovna deb областной больницаlarda ishlagan. Endokrinolog, высшее образование, высшая kategoriya. Keyin borsam yo'q, bo'lmabsiz dedi. Keyin yana bir ma'lum vaqt o'tdi, endi bo'lib qoldim shekilli. Azon tekshiring desam, yo'q, yana bo'lmabsiz dedi. 3-4 va hokazo nechinchi marta borganimda endi niyatingizga yetibsiz degan. Men qachondir sag'ir bo'lishimni o'zim kutib yashaganman. Nimaga unaqa bo'lganman, hozirgacha xafa bo'laman. Bu narsani bunaqa qilish kerak emas ekan. O'zingizdan itarib shunga qarshi kurashishingiz kerak ekan. Men nabarot baribir onam bo'lgan, akalarim, opalarim bo'lgan, menda qachondir sag'ir bo'ladi degan narsani miyamga qo'yib kutib yashaganman. Keyin shu 10 yil burun ro'zada rosa qiyinchilik bilan ro'za tutdim. Hech bunaqa ro'za tutmaganman. Oradan mana xatmlardan necha chiqib, suv ichib, tashqarilarga chiqib qiynlanganman. Keyin shunda ham borgan qo'rqqanman, sag'irsiz desa ro'za tutmay qolaman degan niyatda to'liq tutib olay deganman. Ro'za chiqqandan keyin borsam niyatingizga yetibsiz degan. Shunda ham men o'zim kutgan bo'lsam ham men sag'ir bo'lganimni bilib biroz tushkun kayfiyatga tushganman, yomon bo'lganman. Kelib endi necha kun yig'lab shunaqa bo'lganman. Keyin endi qachondir bo'lishim kerakini bilganman deb yana o'zimga o'zim dalda berib davom etib endi yashashim kerak-da, bolalarim uchun kerakman-da degan maqsad bilan keyin shu doktorlarning anaqasi bilan dori darmonlarni ichib yurdim. Ancha yurdim, mana 10 yil shu kasal bilan alishaman. Vaqti kelsa bu kasal emas, bu boyni kasali deb qo'yaman. O'zingizni hurmat qilasiz, kasalni ham hurmat qilasiz, o'zingizni ham hurmat qiladigan kasalda endi bu. Hamma yegan ovqatingizni o'zingiz kontrol qilasiz. Yaxshi yursangiz, masalan, sag'irim o'tganda shu ozroq ko'rsatganda rosa xursand, so'yindim. Meni asoratlarim shu chanqashligim, holim qurishligi, kayfiyatimni yo'qligi meni rosa qiynagan. Ko'pchiliklarga borgim ham kelmas edi. Shu odamlar gapirsa ham g'ashim kelardi. Hatto marshrutda qaytib bunaqa gapirayotganlardan ham nafratlanib bunaqa ichim tormi shunaqa bo'lib qolgan. Buni orasida jigarlarim o'tdi, boshqa bo'ldi, ashularimni ham dedim, lekin hammasi mana shu kasalim tufayli ekan. Bolalarimga nisbatan ham adolatsizliklar qilgan joylarim bo'lgan. Keyin yana keyin o'zimga o'zim hali o'tirib ta'sirlanib, yo'q, men buni bo'lishim kerak emas deb yana boshqatdan yashashga harakat qilib, ashuna qilib yashadim. Boshida dorilarni Insfordan boshladim, hammasini ichib ko'rdim. Keyin COVID mahalda qattiq COVID bo'ldim. 85 parajon bo'ldim. Undan ko'p odam chiqmadi. 90% odamlar 75 da ham chiqmadi. Men kuyov bilan vrach edi, областной больницада. Shu bola qattiq harakat qildi, avvalo Xudo. Shundan keyin insulinga o'tdim. Insulinni olib yurib, keyin undan haligi Mextrat degan insulin bor ekan, do после ikkovi bitta. Hali atropit nimadan ham tashqari Mextratni bitta olsangiz ikkoviga ham ekanda. Ashuni olib yurdim. Ashunda yaxshi yurdim dedim. Yaxshi yurdim. Ash COVIDdan oshirganim ashi nima bo'ldi? Insulin bo'ldi. Ashundan keyin undan chiqdim. Insulinni olib yurdim. Yana qo'shimcha dorilar ichib yurdim. Dietalar qildim. Keyin baribir organizmim slabiylashib bordi-da. Oyoq qo'llarim jivrab og'riydigan bo'ldi. Marg'ilonda
tuya sut ichgani bordim. U tuya sutdan ham foyda ko'rganga o'xshadim. Undan o'zimizni nimada Qo'chqor-Otada sho'r suv bor ekan. Uning orqasidan chisotka deb bildim. Qichishqoda oshirdim, lekin ashularga ham hamma yerga bordim. Bo'lmadi. Bir kuni bitta birodarimiz bor edi. Men ashu nimadan stop diabetdan olib ichib shundan yaxshi foydalandim. Yaxshi bo'lib qoldim, ko'zlarim ham yaxshi bo'ldi deb ustozimiz edi. Shu qiz menga anaqa qildi. Ko'p aytdi, tavsiya qildi. Boshida e'tibor bermay yurdim. Keyin qarasam, men hali qiz o'z yurishlari ham nazarimda yaxshi bo'lganga o'xshadi. Endi men aytdim, uni olsam icha olaymanmi, icha olmaymanmi? Menga 1 oyligini bo'lib bering. Men agar ichsam yoqsa, men olsam siz 1 oyligingizni yana qaytarib beraman. Deb keyin 60tadan bo'lib berdi. Bir korobka choyini berdi. Haligini ichib 10 kunda qandaydir o'zimda o'zgarish sezdim-da, rezultat bo'lmayapti. Odamlar qanchada bo'ladi rezultat desam, kimda 3 oy, kimda 1 oy, kimda 10 kun, har xil dedi. Voy, men dedim, 10 kunda yaxshi bo'lganga o'xshadim. Buni olaman shekilli deb keyin harakat qilib, haligini ichib 10 kundan keyin qilsam, sahrim уже 10 dan yuqori bo'lyapti, 10 dan tushmayapti edi. Keyin ichdim, ichib ashu nimaga baylanishib, mashinadaka men yangi dori olmoqchi edim. Qanaqa qilib olaman dedim, kuryerlar olib borib beradi dedi. Oldim. Olib u qizga ashu 1 oyligini berib, qaytarib berib, 2 oylik ishda men 3 oy bo'ldi deb bo'lgandan keyin ikkinchi kursini oldim. Ikkinchi kursini ham olganimdan keyin ular bir nimada bonusda haligi maslasi bilan nimasini berdi. Uni surkasam, unda ham yaxshi bo'lganga o'xshadim. Mana oldin sahringiz necha bo'lardi, hozir necha bo'ldi? Keyin insulin oldin qancha olardingiz, hozir qancha olasiz? Keyin oldin qanaqa dorilar ichdingiz, hozir qanaqa dori ichasiz? Oldin men uni ichayotganimda yana parallelni insulinni olib yurdim. Birinchi kursda olgandan keyin insulinni bir mahalini to'xtatdim. Keyin ikkinchi mahalini ham to'xtatdim. Insulindan umuman chiqdim-da, olmadim. Lekin haligi instifor ichar edim, uni o'rniga Sitamet degan dori, kuchliroq Sitametni ichdim 2 mahal. 2 mahal ichib yurib, keyin ikkinchi korobkani boshlaganimda Sitametni yarimtadan ichdim. Qo'shimchasiga dozasini kamaytirib, bu dorini ichib yurdim. Endi hozir shu kunlarda Sitametni ham to'xtatib, yana instiforga birinchi boshlanganimga qaytdim. Burun 10 dan yuqori yurardim. Hali 3 oylik tekshirganda har doim 11, 12 chiqardi. Ashu vrach o'rtog'im bu ko'p, pochkalaringizga обострение beradi, ozaytirishingiz kerak, nimaga bunaqa bo'lyapsiz deb menga doim anaqa qilib yurar edi. Endi kechagi safarda ashlarni ichmasdan mana Zenso diabetni ichib 10 kun emas, 5 kunda tekshirsam 6-8 gruppalarga tashladim, hamma yo'qqa yozdim. Menda shunaqa o'zgarish bo'ldi. Undan yana nimani ashibkasini birov olsak 5-8 ga tushib qoldim deb yurdim. Shu hozir qanaqa dori haqida gap ketyapti, shuni bir ko'rsatib qo'yishsiz. Hozir ashu Zenso Zenso diabet. Shu dorini ichyapman mana. Mana shu dori kimda sahar bo'lsa, kimda anaqa bo'lsa ichishliklarini tavsiya qilaman. Zenso diabetda. Keyin buni meni bilmayman, vrachlar qanaqa qildi. Buni 2 oyga yetadi deb ko'p odam tushkun kayfiyatga tushib qoldi mashina orqasidan. Sanasam bu 280 ta ekan. Mo nimasidachi? Keyin men nimam sahirim oz bo'lganligi sababli men 2 mahal ichyapman. 3 mahal emas. 180 ta siz 2 mahaldan ichyapsiz. 2 mahaldan. Endi ashuni hozir men eski stop diabetni shishasiga odashmay deb 60 tadan bo'lib oldim 1 oyligini. Ertaman ona nimani uzatib qo'yganda stop diabetdan anaqasini. Voy, piltani ustida turuvdi. Ashuni keyin ichyapman 2 mahal. Shunda ham menga shu doza yetarli ta'sir qilyapti. Keyin choyini shu damlab olib, kechgacha bitta termosda xohlaganimcha ichaman, farzandlarim ham ichadi, buni ziyoni yo'q ekan. Mana mononga 60 tadan bo'lib, mashina Zenso'da. Mashina ichyapman. Mana. Mashina kapsula ko'rishda buni, bu tabletka edi. Bu hozir kapsula ekan, ertamanda saharda
namozga turganda buni ichaman. O'qib bo'lib mana uni ichaman. Qolganini hammasini shaqratib olib yurmaydi, bunisini boshqa yerga olib qo'yganman. 3 mahal emas, agarda kimnidir sahri past ko'rsatayotgan bo'lsa, 2 mahal ichishini tavsiya qilaman. 3 oyga yetadi. 3 oy, shunda 3 oyga yetadi. Boshida bari kasallarimiz qo'kib ketdi buni. Ash pulimizga 2 oylik olyapmiz ekanda, bizga undan stop diabet yaxshi edi-da degan fikrni bildirishdi-da. Keyin men aytdim, yo'q, buni ham 2 mahal ichsa bo'lar ekan. Agarda sahri yaxshi bo'lsa, normada yurgan bo'lsa, agarda yo'q, nima bo'lsa 3 mahal ichsa ham ziyoni yo'q. Lekin 2 mahal ichib bir qator 10 kunlik analizini tekshirsa, agar normada bo'lsa, mana shu ham 3 oyga yetadi. Oldin bu tabletga ko'rinish. Tabletga ko'rinishda edi, hozir kapsula ko'rinishda bo'lib qolibdi. Ichishga ham o'ng'ay, haligi ham bo'lmaydi. Narginisi ham burungisi jicha yapishqoqroq edi. Bular hozir yaxshi chiqib qolibdi. Ha, yaxshi. Nimasi? Keyin oldin sifati ham yaxshi. Tabletga ko'rinishda bo'lganda oshqozonda muammosi borlar och qoringa ichish mumkin emas edi-da. O'zi buni och qoringa ichsa foydasi yaxshiroq bilinadi. Shuning uchun endi oshqozonda muammosi borlar ham och qoringa icha olishi uchun kapsula ko'rinishiga keltirib chiqarilgan. Bu yerda fito choylari bor. Bu Fito choyi. Mana fito choy ham oldin paketchalik ko'rinishda Paketchada bo'lardi. bo'lardi. Bu paketda ham o'zi internetda paketchasini o'zini ziyoni borligini, keyin paketchani ortida bu giyohlarda ayrim foydali jihatlari qolib ketishini hisobga olib, bu paketchasiz ko'rinishda keltirildi. Buni 1 choy qoshiqda 1 litr yoki 1,5 litr suvga damlab ichsa bo'ladi va bu davleniyalarni normallashtirishga, og'izdagi chanqoqni, og'iz xuruchlarini yo'qotishga yordam beradi. Bunda oldin mana oldin sedana yog'i bo'lardi, hozir bunda 5 xil yog'dan tashqari boshqa yog'lar va vitaminlar ham qo'shilib, takomillashtirib, soni ham ko'proq bo'lgan. Oldin 90 ta bo'lgan bo'lsa, hozir 180 ta. 180 ta, ha. Shunaqa. Xudo xolasa, mana O'zbekiston bo'yicha uygacha yetkazib beriladi, Qirg'iziston bo'yicha mana tamojidan olib o'tib yoki taksidan chiqarib olishlari mumkin yoki o'zlari kelib olib ketishsa ham bo'laveradi. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi WhatsApp nomeriga yoki primoy nomeriga telefon qilib aloqaga chiqib ma'lumot olishsa bo'ladi. Siz WhatsApp gruppada borsiz, qirg'izistonliklar gruppasida. Qirg'iziston gruppasining 3-guruh. Endi bu dorini effektini bilishning eng zo'r yo'li bu dorini ichayotganlar bilan suhbatlashishda. Endi biz bu dorini ichayotganlarni gruppasini shu videoni kommentariyasiga qo'yib qo'yamiz, WhatsApp gruppani. Ustiga bosib, gruppaga kirib, ichayotganlardan o'zidan so'rasa ham bo'laveradi. Yoki uni topolmaganlar bo'lsa, pastdagi WhatsApp nomerlarga telefon qilib, shu gruppaga qo'shib qo'yinglar. Men ham shu dorini ichayotganlar bilan gaplashmoqchiman deysa, qo'shib qo'yishadi. Gruppasida 3-gruppasida bor. Mana 3 ta gruppa bor. U yerda kim mingtadan tuzalishni xohlab shu kasaldan batamom yaxshi bo'laman degan odam ichsa ziyoni yo'q. Buni foydasi bo'lsa borki, buni hech qanday ziyoni yo'q. Yaxshi moddiy jihatdan yetishli bo'lsa, endi bitta ko'ylakni kam kiysak ham 3 oyda bitta shu dorini olib ichsa nimasi yaxshi. Rezultati yaxshi, salomatchilik uchun yaxshi-da. Kelajak avlod uchun buni oila a'zolari ichsa ham buni hech qanaqa ziyon anaqasi yo'q ekanda. 100% tabiiy mahsulot. Masalan, davleniyam meniki 200 dan bo'lib ketsa ham hech narsani bilmas edim. O'zimda sezmas edim hech qanaqa nima bo'lganligimni. Lekin hozir davleniyam ham nima emas, normada. Mo choyini davleniyaga yaxshi deb bilyapman. Sizni ko'rgan odam sahr demaydimi, sog'lom bo'lib yuribsiz. To'g'risida. Kechgacha yursam, kechki paytga borib noningizni ko'rsatdingiz-ku, qanaqa non yeysiz mana? Mana kepakdan qilingan mana shu nonni yeyman. Mana shuni 3 kun yeyman. Bunga mana kelin qizim Tanjoni sog' bo'lsin, Allohim baxtimga tinch bo'lsin, shu qizim yetkazib berib turadi, tugashiga qiladi. 200 grammlik nimada kefirga bitta razrihitil, bitta tuxum qo'shib turib, shunga yetarlicha xamir qiladi. Ashuni qattiq yumshoqga suv, sut qo'shmaydi. Orasiga 4-5 ta yong'oq chaqvoradi. Chaynaganda ichida yong'oq ham ketadi. Agar menda choyga tekkizsangiz, ho'ppillab ishadi. Qattiqroq yeyman desangiz, shundoq yesangiz ham oshqozoningizga hazm bo'ladi. Mana ko'p sahrlar mana o'zimizni mana oddiy nonlarni yeb qo'yib, sahri oshishiga sababchi bo'ladi. Unda uglevod ko'p bo'lganligi uchun. Non yemang desa, men qanday nonsiz ovqatlanaman, nonsiz ovqatlana olmayman deganlar uchun mana ajoyib variant ekan mana. Toshtegirmonda uni der ekan, bizni mana ailimizda Stalinda Rustamjon degan magazinda noni ham bor, xolasanglar uni ham bor. Shuni olib ketib
qilib yesanglar o'zinglar uchun yaxshi. Endi aytyapman, mangiz, mayiz shunaqalar qo'shib qilsa, hali organizm talab qilgan joylarini to'xtatadi-da endi. Inaqda manaqa shirinlik ham yegiz kelib ketar ekanda. Shunaqa. Ana shu mahallarda yeb olsangiz bo'laveradi mana shu nonni ichida. Endi bu Zenso diabetni olishga ikkilanayotganlar yoki Rossiyadan turib ota-onasiga olib bersammikin, olib bermasammikin deb ikkilanayotganlarga nima deysiz, opa? Hech qanaqa ikkilanish yo'q. Hech qanaqa o'ylanishga vaqt ham yo'q. Buni qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Imkoniyatdan foydalanib olib ichish kerak. Buni ichgan odam o'zida qanaqa nima bo'lganligini o'zi biladi. Kasal odamni o'ziga bog'liqda. Bolalari olib beraymi, ichasizmi desa, bolalarni avaylab yo'q, ichmayman degandan ko'ra o'zi harakat qilib olib ber shuni men ichaman deb kasal odamni o'zida желание bo'lib harakat bo'lishi kerak. Shunaqa ixlos qilish kerak. Ixlos qilish kerak. Avvalo Xudo, lekin sababini qilish kerak-da. Bunga lekin bu bilanla to'xtab qolmasdan mana o'zimizni hozir bahor bo'lyapti, o'to'lanlar, ismalolarga qo'shib haligi kichka o't deb qo'yma ashlarda hammasi vitamin mahalga rosa hozir zo'r mahaldamizda. Shunday. Shularni ham qo'shib ichish kerak. Jismoniy harakatlar qilish kerak, dieta saqlash kerak. Mana kunda 4-5 kilometr yuraman men. Oyoqlarim og'risa ham yuraman. Yana nimani ichib olaman, mazlarni surkab olaman, ertaman yana yaxshi bo'lib turib ketaveraman. Shunaqa. Endi bu dorini effektini bilishning eng zo'r yo'li bu dorini ichayotganlar bilan suhbatlashishda. Endi biz bu dorini ichayotganlarning gruppasini shu videoni kommentariyasiga qo'yib qo'yamiz, WhatsApp gruppani. Ustiga bosib, gruppaga kirib, ichayotganlardan o'zidan so'rasa ham bo'laveradi. Yoki uni topolmaganlar bo'lsa, pastdagi WhatsApp nomerlarga telefon qilib, shu gruppaga qo'shib qo'yinglar. Men ham shu dorini ichayotganlar bilan gaplashmoqchiman deysa, qo'shib qo'yishadi. Inshaalloh, rahmat katta.